Sizning hisobingiz strategiyaga aylansa, biznesingiz boy bo'lish ehtimoli katta. Sababi bir mijozim bor edi. U bilan ko'rishganimizda shunaqa tushkun holatda, motivatsiyasi tushib ketgan, shunaqa qo'rquvlari bilmayman kuchayib ketgan, Salim opa charchadim degan. Mana shu korxonasini ham yopish darajasiga kelgan. Hatto qaror ham qilgan yopaman deb, ishchilarni hammasiga xodimlarni bo'shataman deb oldimga kelganda, har bir xarajatini, har bitta narsani joyiga tushirishga harakat qildik. Sog'liqlarni ham qonuniy tarzda optimallashtirildi, nazorat tiklandi. Va ishonasizlarmi, 3 oyga qolmay o'zini zo'r tutib oldi. Biznesini ham, ishonasizlarmi, shunaqa o'zida ham motivatsiyasi ko'tarilgan, hozirda juda ham katta daromadlarga chiqqan. Eng muhimi, osoyishtalik, xotirjamlikka keldi. Daromadlari oshdi. Shunaqa hozirgi vaqtda hayotidan ham, biznesidan ham mamnun-da, xursand. Chunki buxgalteriya faqat hisob emas, strategiya. Biznesingizni raqamlar bilan boshqarmoqchimisiz? Kommentariyaga tizim deb yozib qoldiring. Biz sizni ham strategiyangizni birga ko'rib chiqamiz.